Maftun opa bilan tanishganimizga уже 1 yil 2 oy bo'lib qoldi. Orada uzilishlar ham bo'lib qoldi, lekin oxirgi natijam haqiqatda bomba natija bo'lgan. Birinchi kelganimda tez ozishim kerak edi. To'y bordi, akam to'ylari bordi. Tez srochno ozishim kerak edi. O'sha bo'yicha kelib qolganman avgust oyida o'tgan yili. 2 oyda yaxshi natija qilganmiz. Keyin ketib qolganman, orada uzilishlar bo'lgan. Shu bilan yana qaytib boshladik. Birinchi kelganim 106 bo'lgan. Keyin 97 ga tushdim to'ygacha. Keyin tashlab ketganman, 110 bo'lib keldim. Chunki aniq to'g'ri aniq qilmaganman-da, pitaniyalarga e'tibor bermaganman, shuni hisobiga ham. Hozirgi natijam 2 oyda 110 kilodan 90 kiloga tushganman. Hozirgi vaqtda ham 2 oy davomida shu kiloda yuribman. Ishda bo'lganim uchun aniq ovqatlanish ratsionim aniq holatda vaqtda emasda. Fast food holati ko'p bo'ladi. Misol uchun menda telefon orqali alohida shug'ullanganlar o'zlari qanaqa kamchiligim bor, nima bo'lyapti, umuman so'rab turadilar. Holatimni ham aytib turaman. Samimiylikda o'zlariga yaqin olib, haqiqatda meni shogirdim natija ko'rsata bilish kerak deganda shug'ullanadi. Shunchaki ko'zga ko'rinish uchun emasda, haqiqatda individual ishlaydilar. Shu uchun menga yoqqan, shu uchun ham 1 yil 2 oydan buyon birgamiz. Hamma uchun tavsiya qilaman. Faqat semirish ozish uchun emas, sog'lom bo'lish uchun ham bemalol tavsiya qila olaman Maftun opani. Sog'lom ozish kurslarini hammaga tavsiya qilaman. 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol.